Bugungi videomizda Tojikistondan kelgan variantda sog'liqlarimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, sog'liq ishqibozlari, yarichki ishqibozlari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumari qishlog'idan Jamshid akamizni xonadonlaridan, firmalardan syomkalarni boshladik. Akalar, inshaalloh like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab turib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 1 million bo'laylik Jamshid aka. Bo'ldi aka. Joningiz sog'mi? Rahmat, assalomu alaykum obunachilar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa chiroyli qilib bir 5-6 partiya qo'yimiz bor. Chiroyli chiqarib beramiz aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Nechta keldi Jamshid aka bugungi videomizda shu xonadoningizda turgani? Bugungi qo'y aka bir 200 boshga yaqin qo'y bor. Obshi. Aha. Xudo xolasa aka chiqarib beramiz chiroyli qilib aka. Bizdan baraka toping Bo'ldi aka, rahmat. Xudo xolasa Bular aka Tojikniki aka, bular Tojikistonniki. Endi bitta narsa 3 millionga ham qo'y bor, 4 millionga ham qo'y bor. Qo'y bilan qo'yda farqi bor aka. Ko'rishaversan aka. Bular tojik, qirg'iz aka. Bular tishiga keladigan bo'lsak aka, bundan qirg'izniki ham bormi? qirg'izniki ham bor, ammo sariqlar Edilbay, Arashan emas. Bu Arashan demaylik, Edilbay toza 100 taligi, 90 taligi emas, salmonliroq aka. Joningiz sog' bo'lsin. Soni 20 ta aka. Akalar, sariqlar Qirg'izistonniki ekan, qoralar Tojikistonniki. O'zi aka mana shu qoralarimiz o'z tulovni qarang, o'z tulab aka. Akalar tulashini qaranglar. Ana bunda bo'laveradi aka. Bular xudo xolasa olib, boladan ajradi bular. Bo'g'oz bas bular. Boladan ajradi. Ha, bularga qo'shqonlar bo'lsa qo'yaveradilar aka. Yoshlari qanaqa Yoshlari aka? Yoshlari eng qarisi 6 tish. 3-qorin. 3-qoringa, eng yoshi 1-qoringa bolasini o'zida olib olishadigan 6 ta bor ishlar. Yarichkasi ham bor. Bor aka. Gap yo'q. Akalar bo'ylari 85 plus minusida, lekin sog'liqlarida xudo xolasa rosa topda bolalarini oladigan mahal. Hamyon bob aka, cho'ntak bob aka. Narxi yengil. Narxi yengil aka. Bu aka jinday bir 20 kun yemlab chiqarsam bo'ladi, 8 million 7,5 million. Keragi yo'q aka. Undan o'zlari shuni nima qilib olishsin aka? Jamshid aka, nechta pul qilib berasiz aka? Bular narx-navoziga keladigan bo'lsak aka, 6,5 million, 6 million yo'q pul aka. Xo'p. 5 million 900 ming so'mdan beraman aka. 5 million 900 ming so'mdan. Hammasini bir joyga olgan. Bir joyga olgan odamga. Ya qimmat aka, 5 million 900 ming. Realni ochiq oydan bo'ldi aka, mayda ushlasi yo'q aka. To'g'riga 5 million 800 ming so'mdan bor aka. 5 million 800 ham demay aka. Qimmat aytyapsiz Jamshid aka, seryozni. Arzonchiligingiz bo'lmasa yo'qolib qoladi. Bo'ldi 5 million 750 mingdan aka bor aka. Maydalashmaylik. Bo'ldi 5 million 700 ming so'mdan bor aka. Bo'ldi hoji aka. Jamshid aka. 5 million 700 ming so'mdan aka. Voy aka, kim aytadi? 200 ta 300 ta qo'yib keladi. Aka endi Endi bas-da Jamshid aka, 300 ta qo'yib keladi. Bo'ldi aka. Qo'lini qo'yib olib, endi-da aka, dishti keragi yo'q-da. Raz arzonchi bo'lmoqchimisiz, raz sotmoqchimisiz aka? Solidan foydasi. Bo'ldi 5,5 milliondan bo'ldi. Bor aka. Qo'lni bering, bitta so'rayman. Ha. Hammasini bir joyga olganga yana bir nima o'tib berasiz. Bo'ldi aka. Bor aka. Bo'ladimi? Bo'ldi, tamom. Hammasini olgan odamga. Lekin tanlab olsa aka 6 million so'mdan xayriga o'tib beraman aka. 5 million 500 ming so'mdan akalar Optimga. Haligi uslubingiz qayerda qoladi endi mana shunaqa joylarda mana. Tanlab olsa arzon bizda Optimga. Bo'ldi, onasini ham san aka 5,5 milliondan dedim Optimaga. Tanlab olishmaydi. Tanlab olish ham 5,5 million so'mdan. Barakasini bersin. Ana bu boshqa. Akalar 5 million 500 ming so'mdan hammasini bir joyga olgan obunachilarimiz uchun mana shu sovg'alarimiz sotuvga chiqdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Soni ko'p, Viber ko'p. Bular xudo xolasa o'zi to'laydigan variantda. Mana qo'yda aka bo'yi nechi deyapsiz? 85 deyapsiz. Mana buni qarab qo'y aka. Mana. Tish buzgan yo'q hali aka. Qo'zichoq, yarichka. Qo'zichoq aka. Xudo Joni xolasa sog' olib. bo'lsin. Barakasini Mana 7 ta sarig'i bor aka mana. Shuni bo'lib olsa ham ketdi aka mana. Shuni bo'lib olsa ham oladi. Xolaganini aralashmaysiz. Bor Joni baraka sog' aka. bo'lsin. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Bossa aka. Kayfiyatlar boshqacha bugun, ha? Bossa aka, kayfiyat aka a'lo darajada. Qirg'iziston yo'li ochilganigami? Xudoga shukr aka. Endi sal bo'lsa ham aka bir teshikni ag'dan bag'dan qilib o'qalarni yurib turib eplab olamizda aka. Sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Ena bola olaman degan obunachilarimizga akalar ikkinchi partiyasiga ena bola hamda bir dona egizchisidan. Xuddi shunaqa aka. Bular qattiq qo'ya. Bular aka tojikniki aka bular. Bular Tojikiston. Aka bo'ylari 90 aka. Qo'y 10 ta boqmayman-u, 5 ta boqaman degan qo'yni qarang sog'liqlarda. Tamam, qaranglar. Janavarlarda aka. Dumbasidan, qorin qismlaridan Xudo to'lab ketdi. Enalari yirik narsa ekan, bola boqmam o'zini yo'qotmadi. Farhodjon, qarab turing. Egizchisining nechinchi bolasi aka? Farhodjon 3-tug'ish. 3-tug'ish. Mana 3-ovi 2-tug'ishdan aka. Ishlar 4-dan. 2 ta 3, Shunaqa. 3 ta 2. Shunaqa aka. Gapi, nechta bola sog'liq, nechta bolasi qo'chqor? Bu yerda 5 ta qo'y bor, 6 ta bola bor aka. Xo'sh. Mana bu qo'yimizning bolasi 2 ta egizak aka. Sariq bilan qora aka. Ikkovi ham ko'paysin, sog'liq aka. Sog'liqcha. Ha. Keyin qolganniki 2 ta qo'chqor, 2 ta sog'liq aka. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar bir qo'ra qilib ko'paytiraman deydiganlarga maxsus bo'ladi.
Mana shu Qashqarniki aka, mana Qashqarniki, mana bu Qashqa aka, bola qo'chqor mana aka. Qashqa bu Ikkita turkidan boshqa. boshqa. Ishi yo'q qo'y, Makka bilan ishi yo'q qo'y aka. Mana aka. Buniki bu aka. Mana buniki bu aka mana. Ketdi Egizchi. aka. Egizchi mana. Mana. Mana buniki mana kichkina qo'chqorcha aka. Jonavor. Xudo xolasa maza qiladi aka. Maqtasak, maqtaveramiz aka. Shunaqa, aka. Asosan hozirgidaqa narxini yengil qo'yib bering Qo'y- aka. Qo'yxonani soni ko'p, qo'yga to'ldirib olgandan ko'ra shu 5 dona qo'yni boqib 30 ta qo'yni yemini shunga bergisa ham ma'qulda aka. Joningiz sog' Obunachilarga endi ko'ngillari ko'tarsa aka. Ko'ngillari ko'tarmasa ming bor uzr. Bular narxi aka endi $1000, $1100 kerak yo'q aka. So'mda gapiramiz aka. Hammasini olgan odamga aka 10 million so'mdan beraman aka. Pastida beradi. Yo'q, hoji aka. Chunki Voy, bir joyga ketyapti. Hozir qarang Jamshid aka. Voy aka. Bitta narsani tushuning. Ikkitasini jo'natib yubor Toshkentga, to'g'rimi? Hop. 100 mingdan 200 ming dastavka qilasiz. Yo'q degan. Shunaqa, 150 mingdan 300 shunaqa. ming. Endi jo'natyapti Andijonga ikkitasini. Ikkitasini yana 200 mingga jo'natdingiz 100 mingdan. 500 ming rasxod qilyapsizmi? Ha, o'shini bir joyga ketyapti. Rasxodini qilmayin deyapman men. O'tib berasiz. bir joyga bo'ladigan bo'lsa 10 milliondan emas, xayriga o'tib beraman aka. Ha, O'zlariga tezroq o'tib beraman aka. Lekin aka, bitta narsasi bor, tanlab olaman desa, mana bu egizga qo'yimiz aka mana. Mana aka, mana egizga qo'yimiz ketdi aka. Aha. Mana shu egizga 12 millionga beraman aka. 12 million. Ha. Chunki qanaqa bo'ladi? Hozir Ikkovi 3 bolasi milliondan 6 million bo'lyapti. Enasi 6 million, Xuddi 12 shunaqa million aka. bo'lyapti. Endi mana bu ena bola qo'yingizni o'zini olaman desa aka, mana. Mana shu ena bola qo'yingizni o'zini olaman, bolasi qo'chqor. Shu ena bola qo'ymayman 12 millionga beraman aka. 12 million. Ha, kamiga bermayman aka. Lekin telefon qilgan odamga hammasini olaman degan odamga 5 ta ena, 6 ta bola aka. Aha. Shundan 6 ta qo'zdan 2 tasi qo'chqor, 4 tasi sovliq aka. 10 million so'mdan xayriga o'tib beraman. Addenli ajratib bering deysiz aka. Tanlashlarga qarab. Tanlashlarga qarab kelishamiz aka. Olganga ham, sotganga barakasini bersin. Barakasi. Bor baraka aka. Joningiz sog' Yaxshilik kunga boqsin, lekin qanaqa desam bo'ladi? Hali 20 ta arriq chiyoq qo'ydi olgandan ko'ra, mana shu 5 ta qo'ydi nima foydasi shu 20 ta qo'ydi kayfini beradi aka. Olganga ham, Sotganga sotganga barakasi barakasini aka. bersin. Akalar yana bir partiya ena bolalardan olib chiqdik. 3 Farhodjon. dona ena, 3 dona bola. Farhodjon, bular xudo xolasa musofirlar uchun. Men yurarman musofirda, sen ketarsan boshqa yoqda degan maqol bor. Bular aka uchovi ham aka birinchi qoringa aka, birinchi tug'ishga, birinchi o'q, birinchi udar. Tortishmasmi bular? Bitta ochinchi tushunmasin, Aka qaqa qarayapsiz, beximroq tushunchasi mana uni. Bismillahirrohmanirrohim. Meni qo'lim bas, pir ustozlarimning qo'li. Nima deyapti bu? Qo'zi. Qaqa qarayapsiz? Qo'z chaqcha, men buni xalqimizga to'rchish deyapman, yo ekish deyapman. Baqa kelinglar, baqa keling aka. Tortish. Qo'zi. To'rtoqfana, to'rtish ekan. Ha, bittasi 4-ga chiqdi-da aka. Birinchi o'q, birinchi udarida bular aka. Bolalari nima deb o'ylaysiz? Bolasi uchovi ham qo'chqa. Akalar 2 dona qo'zi, 1 dona enasi to'rtish. Enasi to'rtish aka. Bolasi kirib ketib qolibdi bittasini. Bolasi to'g'ri. Bittasini bolasi kirib ketib qolibdi. Mana akalar bolasini ham chiqarib yubordik. 3 ta ena, 3 ta bola. Ha, aka ikkitasi qo'zi. Bittasi to'rtish. Xudo xolasa birinchi bolalari mana Xudoyim taolo nima qilgan? Qo'chqorcha aka. Uchovi ham qo'chqor. Endi hozir bolalarini ajratsam ham bo'laveradi. 3,5 million, 3 million 400 ming sotib qo'yaman. Keragi yo'q. Enani boladan, bolani enadan ajratma degan joyi bor. Mana bu qo'zini qarang aka. Seleksiyachilar qo'ylarimiz ham bunaqa bo'lgan yo'q. Aka, 20 millionga olgan qo'y ham bunaqa tushishi qiyin aka. Mana qo'zini qarang aka. Bu dehqonlarimizga maza qilib boqadigan odamni bir 10 yil bolasini olaman degan odam. Nech pul deymiz aka? Aka bularni maydashasi 10 million, 9 million, 8 million yo'q uni pul aka. Bitta normalniy bo'g'oz qo'y aka 7,5 million bo'lyapti aka. To'g'ri gap aka. 10 millionga ham bor endi. O'rtacha bo'g'oz qo'y 7,5 million. 7,5 million so'mdan 22 million 500 ming bo'ladimi? Aha. 500 mingni yana olib tashlayman. 22 million so'mga Alloh barakasini bersin, uchovini bor baraka. Bo'lishimi? Bo'lish aka. Undan o'tmaysiz. Yo'q aka. Sal o'tib bering, Aka, kelishtirib. endi bitta narsa. Musofir deyapsiz, musofirlarga yo'lini qilib bering-da. Bo'ldi aka, bitta narsa. Musofirlar uchun 50 ming, 100 ming emas, yana 500 ming kam bo'ldi. 21 million 500 ming so'mga bor baraka. Endi kalla boshiga qanchadan tushadi aka? 6 oy ketaveradi. 6 oy 21 million 500 mingga 3 ta ena, 3 ta bola. Uchovi ham qo'chqor bolalarini. Barakasini bersin. Olganga ham, Sotganga barakasini bersin. Aka, men ham jinda yalanyapman aka. Shundan yalanganimizni bola chaqamizga aka, biz uyimizni kam ko'siga qilamiz aka. Qo'ydan qo'y qolmaydi aka.
Endi buni majburlab aka, meni qo'yimni ol, uni qo'yini ol deyishmas aka. Xohlovchilar ko'rib qo'yish vazifa. Dastlabkilar ham ichida. Dastlabkasi aka Qoraqalpog'istonning oxirgi nuqtasiga doğru meni bo'ynimda bo'ladi. Ag'iga men javob bermayman. Gap yo'q. Aka bo'lmasam keyingi partiyalarda olib chiqing. Qo'zi so'ragan obunachilarimizga akalar qo'zilaridan ko'rsatamiz. Jamshid akamiz o'zini dehqonchilik deyapti. Aka bularning inalarini hozir ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Qayerga ketdi aka? Arsonbuloqqa Arsonbuloqqa bugun yukladik aka. Xudo xolasa aka, inshaalloh bular qo'zilarimiz, dehqonchilik qo'zilar aka. Nechta qo'chqor, nechta sovliq? Soni 30 bosh. Pashti 20 bosh oshig'i qo'chqor aka. Qolgani sovliq aka. Gap yo'q, jonivorlari. Nech pul deyapsiz aka? Aka buni bitta narsasi bor aka. Buni qo'zini ichida 3 million tepasida qo'zim ham bor. 2 million 300 million qo'zim ham bor. Optimiga nech pul berasiz? Optimiga 2 million 700 ming so'mdan optimiga beraman aka. 2 million 700 ming so'mdan endi hoji aka, mana bu endi buni hozir 5 ta qilib mana qo'chqorchalar ajratsam bo'ladi aka. Kerak yo'q. Optimiga 2 million 700 mingdan maza qilsin. O'ting, o'tib ayting aka. Telefon qilsa o'zlariga o'tib beraman aka. 2,5 milliondan berasizmi? Yo'q aka, 2,5 Bir millionga. joyga. 2,5 millionga hoji aka. Bir joyga ketadi. Dastlabki ham 100 ming qilib anaqa qilib. Bor baraka aka. Dastlabki o'zlari qo'shadi. Bir oz gapingizni ketdi. Akalar 2 million 500 ming so'mdan optimga. Aka endi bu qo'zinishda aka. Bir 1 oylik kichkinalar. 1 oylik qo'zimiz yo'q. 2 oylik qo'zidan 4 oylikka doğru bor aka. 2,5 million so'mdan optimiga aka. Lekin tanlab olaman desa, xolagan tanlasin 3 million 5 ta 2 so'mdan. million 300 mingdan chiqarib berasiz. Nechta dedingiz? 5 ta. Obunachilargami? 10 ta chiqarib beraman 2 million 2 million 300 mingdan. 2 million 200 mingdan chiqarib beraman. Barakasi. Qo'ziga endi yetdik. Uncha-munchasini qo'ziga endi o'tdik. Xudo xolasa aka, bosamiz aka. 2 million 300 ming bas. 2 million 200 ming so'mdan 10 ta chiqarib beraman. Tanlab olaman desa 3 million so'mdan tanlab oladi aka. O'rtasini olaman desa 2,5 million olib ketaveradi bo'l tamom. 2,5 million kami bor tayoq tashlasa. Tayoq tashlaydigan bo'lsa 2 million 400 mingdan-da, ko'rmasam. Barakasini bersin. Aka maza qilsin aka. Lekin xudo xolasa olgan odam baraka topadi aka. Bu qo'zilar aka to'g'ri gap, o'sha Ohangaronda yurgan qo'y onasi bilan olib keldik. Onasi ketdi, chiqib ketdi. Sentyabr, oktyabrda olib tushib, qo'chqor qo'shib, chiroyli qilib xalqimizga beramiz aka o'sha so'lovlarni. Gap yo'q. Keyingi partiya navbat. Keyingi partiyaga xudo xolasa fermaga kiramiz aka. Fermada ham 2 partiya qo'yimiz bor, 7-8 partiya qo'y bor aka. Kino bo'lib ketmasin, 2 partiya chiroyli qo'y chiqarib beramiz aka. Gap yo'q. Instagram obunachilarimiz uchun Jamshid akamizning qo'ralarida yangi qo'rada yangi qo'ylar. Qayerdan keldi? Aka bular Tojikistonning qo'y aka. Tojikiston. Yoshlari qanaqa? Yoshlari aka 2 tug'ma, 3 tug'ma, bitta hamda bordir 4 tug'masi. Bo'g'ozlik qanaqa aka bularni? Bo'g'ozligi aka men buni bo'g'ozga olganman, lekin men xalqimizga qisirga beraman. Nimaga aka? Buni olib borib turib aka, nima ko'p hozir hammani uyida arashan qo'chqorga qiziqib ketishdi aka. Shu qo'chqorlardan bor baribir. Bitta qo'shib olib aka bir hafta tursin, uyda bilinadi aka. Gap yo'q. Nech pul deymiz? Aka bularning narxini aka 6,5 million 7 million bas aka. 6 million so'mdan realni narx 6 milliondan beraman aka. Bitta olsa ham optim olsa ham aka. Dastlabkasini berasiz. Dastlabkasi Qoraqalpog'iston nuqtasiga doğru. Aka javob Optimga o'tib berasiz aka narxini. Aka telefon qilsa, aka hamma narsani xayri bilan, nima dasturxon ham ushog'i bilan, duval ham kemtigi bilan. O'zimiz ham sunnat bo'lib tug'ilmaganmiz aka. Tushganimizdan keyin sunnat bo'lganmiz aka. O'tib berasiz. O'tib beraman telefon qilsin. Videoyimizning so'ngida akalar sizlarga Hisori zotiga mansub bo'lgan musofirlar uchun pulini yengil qilib beraman deydigan variantlar o'tdi-ya. Xuddi shunday qilamiz aka. Musofirlar aka mendan ko'p qo'yim olgan aka. Ko'p odam aka nima mashaqqatga ega bo'lgan bo'lsam aka, mana shu qo'yxonamni qurganmanmi, boshqa narsa qilganman, shu insonlarni bir so'm bo'lsa ham o'sha yerda ishlagan pulidan manfaat tegan. Ozmi ko'p bo'lsa ham. Aka bu qo'ylarni qisirga olgandim. Aha. Qisir deb beraman. Mana bu qo'yim tug'ib qo'yibdi, qo'chqor tug'ib qo'ydi. Mana shu. Ha, bu qo'y ham hozir endi bolasini hozir olib borib, ayaga olib borsam 2 millionga oladi. Yo'q, bu ish kerak emas. Shu bitta qisir qo'yga beraman. Bolasi pul bo'ladi mana, arzon qilib beraman. Bularda aka 1,5 oylik, 2 oylik qo'zi 3 million, 3,5 million sotyapman. 2,5 oylik qo'zini o'zim ham aka. Bular narx-navosiga keladigan bo'lsak, olib borishadi, qo'chqorni qo'yib 4,5 million so'mdan realni beraman. 4,5 million. Maza qilsin. Ena bola ham ketadi shuning ichida. 4,5 millionga. Tishlariga keladigan bo'lsak, tishlariga 2 tish, 4 tish, 6 tish. Buning ichida bittasi tug'ib qo'ydi, 4,5 million so'mdan dastlabkilari qilib beraman. Bolasi ham qo'chqor tug'ib qo'ydi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersa 4 million 500 ming so'mdan optimiga beraman. Lekin telefon qilib turib uka ena bolani o'zini jo'natsa 6 million 6,5 million yo'q pul. 5 millionga beraman. Olganga ham Sotganga barakasini berib, yaxshi kunga boqsin aka. Barakasini bersin. Rahmat. Shuncha qo'y chiqargan bo'lsak aka, hammasi sotiladi. Qulog'ini kesib bersa ham, qulog'ini ham kesib berib sotaman aka. Kam bo'lgan. Manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz viloyati Uchko'prik tumani Qumari qishlog'i aka. Jamshidjon desa, Tober sho'radi.